Assalomu alaykum do'stlar, birodarlar. Navbatdagi darsligimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda eng sodda ko'rinishga ega bo'lgan elektr sxema zanjirida dvigatellarni qo'zg'atish uchun start-stop sxemasi. Bu sxemamiz ishlab chiqarish sanoatlarida eng ko'p qo'llanadigan eng sodda elektr sxema zanjiri hisoblanadi. Hozir unda ishlatilgan elektr himoya vositalarini ko'rib chiqamiz. Bu sxemamizda dvigatelimizni ortiqcha yuklamadan, qisqa tashuvdan yoki fazi yo'q bo'lib qolishidan himoya qiluvchi elementlar mavjud. Bular albatta bu yerda sxemada mavjud. Bu sxemamizda mana ko'rishingiz mumkin. Q1 ya'ni avtomat pusk dvigateli deymiz. O'sha aytganimdek dvigatelimizni ortiqcha yuklamadan, tok oshishidan, ya'ni qisqa tutashuvdan va fazi yo'q bo'lib qolishidan yoki nol yo'q bo'lib qolishidan himoyalab beruvchi himoya elementi hisoblanadi. Bundan tashqari U1 ya'ni relay kontrol fazi deymiz. Relay kuchlanish himoya vositamiz. U himoya vositamiz fazi yo'q bo'lib qolishi, nosimetrik taqsimlanish, shunga o'xshash holatlarda tizimni himoyalab beradi. Va tizimni vtorichka deymiz yoki mayda tarmoq zanjiri, ya'ni kichik tarmoq zanjiri deymiz. Kichik tarmoq zanjirini boshqaruvchi eluvchan saqlagichdan foydalanganmiz. Ya'ni elektr sxema zanjirida qanaqadir favqulodda vaziyat bo'lsa, u mayda kichkinagina eluvchan saqlagichimiz tizimni himoya qilib qolish uchun. Bundan tashqari U1 bo'yishi U1R kuchlanishida himoya vositasining ochiq kontakti, ya'ni kuchlanish normal holatda yopiladi. Normal bo'lmaganda qo'shilmaydi. Stop zanjiri, start zanjiri, Camber, ya'ni bu kontaktorimiz ochiq kontakti 14-13 kontaktlari va shu Camber, ya'ni kontakt birinchi kontaktorimizni ya'ni ikkinchi ochiq kontaktlari H1 lampa, Camber A2A1 bu kontaktorimizning katushkasi. Endi ishga tushiramiz. Ishga tushirganimizda dvigatelimiz uchun startga tayyor bo'lgan holatni ko'rib turibmiz. Bir daqiqada qo'shganimizda tizim soz holatdaligi uchun kuchlanishimiz mana S fazidan olingan va yo'nalishini ko'rishingiz mumkin. Stop knopka orqali o'tib, start knopkaga va kontaktorimizning 14ga va 24 kontaktlariga parallel ravishda ulanyapti. Ya'ni birdan biriga bog'lab o'tkazilib qo'yilganini ko'ryapmiz. Hozir agar biz stopga bostirgan bo'lsak, tarmoq uziladi. Bunga sabab stopimiz rus tilida aytganda неподвижной kontakt hisoblanadi. Ya'ni bosganda fiksatsiyalanib qolmaydi. Bosasiz ajraladi, qo'yib yuborasiz, yana yopilib qoladi. Bu sxema zanjirda aynan shuni roli katta rol o'ynaydi. Endi stop knopkani start knopkasiga ko'rsatgan kuchlanishimizni ko'rdik. 4-chi, 13-chi, 14-chi, 24-chi kontaktlar bilanyapti. Start knopkasini bosganimizda Camberimiz, ya'ni kontaktor, magnet kontaktorimizni aksiga fazi boryapti va undan tashqari 14-13 kontaktlari samopahvat sxema, ya'ni blokirovщик sxemada bloklangan holatda kontaktorimizni qo'shib qo'yyapti. Undan tashqari 24-chi kontaktimiz bilan 23-chi kontaktorimiz start knopka bosilganligi uchun blokirovщик sxemada yashil lampamiz yoqib beryapti. Bu nimaga ishora beradiki, kontaktorimiz haqiqatan ham ishga tushmadi yoki tarmoq haqiqatan ham ajralmadi, ya'ni kontaktorimiz ajralgan-ajralmaganini ko'rsatib beradi. Endi bu holatda mana dvigatelimiz ham ishlab turibdi. Bu eng optimal sxema hisoblanadi. Ya'ni APD orqali, ya'ni buni eskilar bilishadi. Eski APShka ham deyishgan buni, avtomat pusk dvigatellarni. Hozir rasmini ko'rsatib qo'yaman. Xo'p. Mana shu sxema zanjiridan foydalansa, sanoatda keng qo'llanish mumkin. Bunaqa qiyin sxema emas. Hozirgi kontaktorlarni shu 13-14 kontaktiga qaralish orqali va 23-24 kontaktiga qaralish orqali shu jarayonni tushunib olish mumkin. Stopni bosganimizda
to'la-to'kis tarmoq zanjirdan uzilyapti. O'sha kontaktorimiz samopaxot sxemadan chiqyapti. Yashil knopkamiz ham o'chyapti. Bunga hozir yana agar qo'shimcha qilamiz desak, agar misol uchun qo'shilib ketilaveradi, ya'ni yana kontaktorimiz masalan yopiq zanjiri bo'ladigan bo'lsa, yopiq zanjiriga bizlar liniya qo'shadigan bo'lsak, ya'ni faza jo'natadigan bo'lsak, unga bizlar nima ishora berishimiz mumkin? Bunga ishora beramiz, albatta dvigatelimizni uchganligi haqida informatsiya berish funksiyasini kiritsak bo'ladi, ya'ni ishora lampalar orqali. Xo'p, mana hozir bu holatda start beramiz hozir. Start berilgan, to есть start berilmagan holatda dvigatelimizda ishga tushmagan, lekin ishga tushishga tayyorligi haqida tizimda tushlanish o'sha kichkina sxem zanjiriga kelib turganligi, agar biz startni bosadigan bo'lsak, H2 lampamiz o'chishi va H1 lampamiz yonishi haqida informatsiya beryapti. Ya'ni dvigatelimiz hozir o'chiq. Hozir startni bosganimizda H2 o'chib, H1 yonishi kerak. Mana xuddi shu holat bo'ldi. Endi logikaga qarab ketilaveradi. Sxemaga qancha qo'shimcha o'zgartirish kiritaman desangiz, sizni logikangizga bog'liq. Shunday qilib sxema zanjirlarni sekin-sekin ketma-ketlik bilan kuchaytirib o'zlashtirib borsa bo'ladi. Keyingi darslarda yana tizimimizni murakkablashtirib boraveramiz. Biz endi sodda zanjirlardan boshlaymiz kuzatuvchilar uchun. Kanalimizdan uzoqlashmang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yangiliklarni qilishdan to'xtamaymiz.